Qizlar, sizlarga bitta layfhak ko'rsataymi? Men oyoq olganda ustini yomon ko'raman-da, junlari bar bo'ladi-yu, men shu terisini olib tashirdim. Baribir anaqada pichoqda olardim, rosa qiynalardim, keyin men bunaqa qilib qilsanglar olinar ekan. Qaranglar. Sizlarga layfhak. Meniki uncha o'tkirmasda, o'tkir bo'lsa zo'r oladi. Agar men shunaqa qilib tozalab olsanglar bormi? Hammasini mana shunaqa tozalab chiqaman men. Oyoq qaynatganimda hamma terisini, bitta qavat terisini ko'chirib olaman. O'shanda hidi ketadi. Mana ko'ryapsizlarmi? Olinyapti. Hidi bo'lmaydi, chunki menga yoqmaydi-da bu. Juda ham hidi ham anaqa bo'ladi. Men yaxshilab tozalab, keyin qaynatib, to'kib yorib, keyin уже nima qilaman. Почти menda xolodeslarım 2 kun qaynaydi. Keyin уже qanaqa bo'ladi? 2 kun qaynaydi menda xolodes. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa olinyapti. Mana shunaqa